YTH kat yo'li ishlayotganiga 8 yil bo'libdi. Bu kat yo'lda ma'lumot bering deb menga ko'p murojaatlar qilishdi. Yani telefon orqali aytishdi. Men bu kat yo'l bu klientimniki, bu 8 yil bo'lgan bu kat yo'l ishlaganiga. Bu Военный городок, Go'zal tarafda Yashnobodskiy rayonidan kelgan. Bu kat yo'lda yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham bor. Buni sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz. Mana boya aytganimdek issiq suv ochganda reaksiya qilmash holatlari bu ko'pchilikda bo'lib turadi. Bu birinchi marta emas, bu texnologiya ko'payib qoldi. Misol bu payt issiq suv keladi. Ikkinchi konterga o'tganda kelaylik biza mana yozgi rejimni qo'yaylik. Mana quyosh onson, mana bu yerda qor quyosh rasmi bor. O'shani bunda bossa qishga o'tadi, bunda bossa yozga o'tadi. Mana yozda issiq suvni ochamiz, hech qanaqa reaksiya bermaydi, suv muzlab ketadi. Chunki kat yo'l bilmayapti bu issiq suv bor yo'qligini. Buni qanday aniqlash mumkin? Buni faqatgina yo'li bor. Buni orqasida datchiki bo'ladi. Biz bu datchikni ham ko'rsatib boramiz. Keyingi videoyimizda ko'rsanglar, mana shu datchik to'g'risida sizlarga ma'lumot beramiz. Bizani kuzatib boringlar.